Bir jangda Ali roziyallohu anhu bir kofirni keltirdi. Unga so'nggi zarbani berayotganda kofir kishi to'satdan yutib qoldi va Ali roziyallohu anhu ortga chekindi. Atrofdagilar hayratda qolib so'radi: "Nega to'xtatdingiz?" Ali roziyallohu anhu javob berdi: "Alloh yo'lida o'tirmoqchi edim. Lekin yuzimga turganida g'azabim qo'zg'adi. O'sha paytda o'tirganimda nafsim aralashgan. Alloh uchun bo'lmasdi. Ixlosim, samimiyatimga putur yetardi. Shu sababli kofir dedi: Tezroq o'ldirishing uchun tupurgandi. Ammo diningiz shu darajadagi ixlosni o'rgatsa, demak u haq. E'tibor bering, u Qur'onni bilmasdi. Payg'ambar alayhissalom ta'limotlarini bilmasdi. Ammo Ali roziyallohu anhuning amali, xulqi uni islomga yetakladi. Ba'zan siz ham yaqinlaringizning namoz o'qishini, gunohlarni tark etib Allohga yaqinlashishini istaysiz. Ha, so'z bilan eslatishingiz mumkin, lekin ba'zan hayotingizning o'zi eng yaxshi chaqiriqdir.